Abdulatif aka, bo'ldi endi katta bolalar mashinasini tashlang endi. Inomarka Namanganda BYD Seal olib kelib qo'ydik-ku. Endi siz ham katta odam bo'lib ketdingiz. Strich plyonka zavodlarini ham ochib oldingiz. Menimcha endi bunaqa BYD Sealga o'tadigan davr keldi. Aka, 2023-yil 22 mingga yurgan top-toza oppoqona BYD Seal. Bu eng full hisoblanadi. 700 kilometr yuradigandan aka. Mashinamiz salon holatlari juda ham ideal saqlangan, matviy turibdi. Mashinamizda shina o'lchamlari 19 dyumli shinalar taqib qo'yilgan. Shina holatlari ham juda ham zo'r. BYD degani bilasizlar, orzularingizni quramiz degan ma'noni bildiradi. Bu BYDni narxini egalari bilan talashib tortishib 27.900 ga tushirib qo'ydik. Bunaqa noodatiy inomarkalarni o'tkaza olmaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib, mana shunaqa sedan tipidagi BYD qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Avtomobilimizning salon holati juda ham ideal saqlangan ekan, akalar. 14.8 dyumli katta monitor, undan tashqari uskunalar paneli, head-up display deysizmi, Face ID deysizmi, rulga qarasangiz multirol, cruise control, climate control, avtomobil oraliq masofani saqlash funksiyasi, avtomobilni avtotormojeniyasi, undan tashqari climate controlimiz, drive mode funksiyalari bor ekan, akalar. Tepalikqa tushish, tepalikdan chiqish hamma funksiyasi bor ekan. Bu akustika tizimiga ham alohida e'tibor berilgan. Har bitta eshikda ikkitadan akustika tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Avtomobilimizda panorama tomlarigacha mavjud. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun o'sha Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, Telegram kanaliga o'tib oling. Sababi Telegram kanalda birinchi bo'lib sotilib ketishi mumkin. Mashinaning obshipkalariga e'tibor bering. Alcantara bilan Poji kombinatsiya qilib, juda ham chiroyli, ideal holatda tikib qo'yilgan akalar.